Rossiya va Ukraina yana o'zaro zarba almashdi. Tungi hujumlarda qurbonlar bor. 27-iyulga o'tar kechasi Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushda navbatdagi yirik dron va raketa hujumlari kuzatildi. Har ikki tomon bir-birining hududlariga zarbalar berganini ma'lum qildi. Dastlab Rossiya hududlaridagi vaziyatga to'xtalamiz. Rossiyaning Belgorod viloyati ma'muriyati Ukraina dronlari tomonidan ommaviy hujum uyushtirilganligini bildirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida 12 nafar tinch aholi, jumladan 2 nafar bola jarohatlangan. Bir nechta turar joy binolari va avtomobillarga zarar yetgan. Ayrim xonadonlarda yong'in chiqqan. Belgorod meri Valentin Demidovning aytishicha, 2 ko'p qavatli uyda gaz, elektr energiyasi va boshqa kommunal xizmatlar vaqtincha o'chirildi. Xavfsizlik sabab ayrim fuqarolar vaqtinchalik joylashtirish markazlariga evakuatsiya qilindi. Shu kechaning o'zida Rossiyaning Rostov viloyati ham dron hujumiga uchradi. Viloyat gubernatori Yuriy Slyusar ma'lum qilishicha, Rostov-Don shahrida hujum oqibatida 2 kishi halok bo'lgan. Halok bo'lganlar er va xotin ekani aytilmoqda. Bundan tashqari yana 5 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohati olgan. Favqulodda xizmatlar hodisa joylarida qutqaruv va tiklash ishlarini davom ettirmoqda. Ayni paytda Ukraina ham Rossiya tomonidan keng ko'lamli havo hujumlari amalga oshirilganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari bayonotiga ko'ra, Rossiya armiyasi dronlar va raketalar yordamida Ukrainaning bir nechta viloyatlariga zarbalar bergan. Hozircha Ukraina rasmiylari ushbu hujumlar oqibatida qancha odam jabrlangani yoki infratuzilmaga yetkazilgan zarar hajmi bo'yicha yakuniy ma'lumotni e'lon qilmagan. Mahalliy ma'muriyatlar vayronalar ostini tekshirish va zarar ko'lamini aniqlash ishlarini davom ettirayotganligini bildirgan. Bu voqealar Rossiya va Ukraina o'rtasida dronlar urushi tobora kuchayib borayotganligini ko'rsatmoqda. So'nggi oylarda har ikki tomon yuzlab uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalangan holda bir-birining harbiy va strategik obyektlariga zarbalar berayotganligini ma'lum qilib kelmoqda. Biroq bunday hujumlar oqibatida turar joylar va tinch aholi ham zarar ko'rayotgani haqida muntazam xabarlar berilmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, urush davom etayotgan sharoitda Rossiya va Ukraina tomonidan e'lon qilinayotgan ma'lumotlarning barchasi mustaqil manbalar tomonidan darhol tasdiqlanmaydi. Shu bois xalqaro kuzatuvchilar voqealar tafsilotiga aniqlik kiritilishini kutmoqda. Hozirgacha jangovar harakatlar to'xtagani yo'q. Har ikki tomon hujumlarni davom ettirayotgan bir paytda diplomatik yechim topish bo'yicha urinishlar ham murakkabligicha qolmoqda. Agar ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, fikringizni izohlarda qoldiring va dunyodagi eng muhim voqealarni xolis va tezkor kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr salomat bo'ling.